Ah, bo'lmadi. Fe. Havolayam is ketdi-da. Nima qilsam ekan, ha? Shu bir Amerika salqin bo'lsam-a, Amerika borsam ekan, ha? Boramanmi nimada? Ay shu bir Gorgas taraflaridami green card bor edi-da, shu aytsangiz. Shu bir boraman lekin o'sha yoqqa, keyin bir borib ko'raman lekin. Assalomu alaykum. Labay nima xizmat? Shu qizim aytsangiz bir Amerika bormoqchi edik-da, shunga bir green card o'ynasak-da. Pasportingizni ko'rsam bo'ladimi? Bizda atimi, mana pasport. Hozir men sizni registratsiya qilaman, kabinetga o'tib rasmga tushasiz. Javoblari qachon chiqadi? Ayt rais bu. Amerika ketayotgan bo'ldingiz. Alo. O'g'iltoy qandaysiz? Endi menga qarang, shu menga bir kurs topmasangiz bo'lmaydi o'g'iltoy. Shu desangiz otangiz Amerika ketyapti. Ingliz tilini o'rganish kerak, ingliz tilini. Sen bilasanmi o joyini? Nima deding otini? Nima deding? Nima kiyishin? Education mi? Qay tomonda ekan u? Aeroport yo'ldami? Til bilgan el biladi. Pushkin McGregor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sevgi o'quv markazimizga xush kelibsiz. Xulasingni men qarang-da. Endi men shu hech kimga aytmang, green card yutganman-da. O'shanga til o'rganib kerak. Endi men qarang, shu bizdek boboylar o'rganib bilammi, yo'qmi? Nima deysiz singlim? O'quv kursimizda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar tahsil olmoqda. Buning uchun sizga faqat xohish bo'lsa biz. Qachondan kelay bu yoqqa? Qachondan? Men tez o'rganib, tez ketay. Xohlasangiz ertadan darslarga kelishingiz mumkin. Men bo'lsa tayyorgarlik ko'ray, ha? Hey, ertaga dars soat 12 da. Yes, sir.